Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilarimiz, hurmatli Qo'shko'pir avtomarket kuzatuvchilari, Prado ishqibozlari. Do'stlar, bahaybat Prado qo'yib beramiz sizlarga. Sirasi bahosini aytib o'tamiz. 51 ming dollar 2019-yilda ishlab chiqarilgan, 67 ming kilometr yurgan propan gazlari bor. Kraskasi top toza. Hech yerinde aybi yo'q do'stlar. Niyat qilganlar bo'lsa, albatta like bosib, kommentariy yozib, tanishlaringizga ulashib qo'yasizlar deb umiddamiz. Shunday avtomobillarni O'zbek o'g'lonlari, aka-uka, opa-singillarimiz xarid qilib, farzandlarini, ota-onalarini, yaqinlarini mindirib, yaxshi chiroyli to'ylara, hashamatli joylarga bo'lib, yaxshi kunlarda xizmat qildirish, shunday mashinalar hammaga nasib qilsin do'stlar. Qaranglar. Like bosib qo'yinglar do'stlar, hammaga nasib qilsin. Bahosi 51 ming dollar egadan kelib turibdi do'stlar. Ustida savdosi bor. Ko'p o'tib bo'lmaydi, lekin ustida albatta savdo qilamiz. Barter xizmatlarimiz, ikkilamchi kredit, naqd pul bo'ladigan bo'lsa, ozgina yetmasa, ozgina rastrosha qilib berish xizmatlarimiz ham bor do'stlar. Eslatib o'taman yana bir marta, 2019-yilda ishlab chiqarilgan Prado 150lik 2.7 motor bo'ladi. Bu dubayskiy varianti do'stlar, yaponcha emas, dubayskiy varianti. 67 ming kilometr yurgan, bahosi 51 ming dollar do'stlar. 50 ming dollar egasi berdi, 1000 dollar qo'yib ustiga reklama qilib turibmiz. Hech narsani yashashning hojati yo'q. Kerak bo'lsa sho'rak kelsangizlar, mashinaning yonida telefonlarimizni gromkaga qo'yib, egasi bilan savdolashamiz. Egasini o'zi bilan to'g'ridan-to'g'ri savdoga qo'yib berish xizmatlarimiz ham bor do'stlar. Hammaga nasib qilsin. Like bosib, kommentariy yozib, chiroyli fikrlaringizni bildirib o'tasizlar degan umiddamiz. Kelaverasizlar, xizmatdamiz.